boshqa shaharlarga oilaviy uchib ketayotgan bo'lsanglar, kalaskanglar agar sig'mayotgan bo'lsa samolyotga, sizlarga aynan mana shu modelni tavsiya qilaman. Ko'rsanglar bo'ladi. Bular ballonlar geliy ballon bo'ladi. Remenlar 5 ta xavfsizlik remeni bor. Qo'shimcha oldida ham remenlari bo'ladi. Orqasidan bunday ko'rinishini ko'radigan bo'lsanglar, yurishlari yumshoq, tormozlari bor. Juda ham yumshoqqina yuradi. Agar zontiga yoqmasa, zontigini olib tashlasanglar ham bo'ladi. Endi buni eng asosiy fishkasiga keladigan bo'lsak, yig'ilishi hozir ko'rsatib o'taman. Bitta knopkani bosasizlar, pastga oxirigacha tushadi. Oxirda oyog'inglar bilan bosarsanglar ham bo'ladi. Shunday tushadi, juda ham kichkina kalaskaga aylanadi. O'zini esa ham juda ham yengil, kichkinagina bo'lib qoladi. Babahau brendiga tegishli, ochilishlari ham juda ham oson. Tayyor ishlatib ketaverasizlar bu yog'iga. Endi bu kalaskamizning narxiga keladigan bo'lsak, skidkada 550 ming qo'yib yubordik. Ulgurib qolinglar, soni cheklangan.